Amudaryo tumani Qumyoq mahallasining kompleks ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi xodimi Bahrom Yo'ldashev ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash, yakka yolg'iz fuqarolar hamda nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiylashuvini ta'minlashga qaratilgan ishlarni o'z vaqtida va samarali amalga oshirib kelmoqda. Ijtimoiy xodimning mahalla yettilligi a'zolari bilan hamkorligi sababli 735 ta xonadon tarkibiga birikkan 1585 ta oilaga birma-bir kirilib, xatlovdan o'tkazildi. Har bir oilaning turmush tarzi, iqtisodiy ta'minlanganlik darajasi puxta o'rganilib, salkam 5000 nafarga yaqin aholi orasidan ijtimoiy himoyaga muhtojlar bo'yicha alohida ro'yxatlar shakllantirildi. Ushbu ro'yxat asosida mahalla hududidagi 12 toifaga mansub fuqarolarga 100 dan ortiq ijtimoiy xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yildi. Xususan, o'zgalar parvarishiga muhtoj, yolg'iz keksalar va nogironligi bor bo'lgan shaxslar toifasi bo'yicha 4 nafar fuqaroga mahalliy tadbirkor ko'magi bilan assistent biriktirilib, ularga namunali ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish choralari ko'rildi. Nogironligi bo'lgan shaxslar, og'ir kasallikka chalingan va uzoq vaqt davolanishga muhtoj bolalar toifasi bo'yicha 112 nafar shaxslar ijtimoiy yordam bilan qamrab olindi. O'tgan davr mobaynida 13 nafar nogironligi bo'lgan shaxslarga protez ortopediya moslamalari va reabilitatsiya texnik vositalari olib berildi. 6 nafar nogironligi bo'lgan fuqarolar Bahrom Yo'ldashevning ko'magi bilan barqaror daromadli ishlarga joylashtirildi. 8 nafar nogironligi bor shaxsga esa Saxovat va ko'mak jamg'armasi hisobidan o'z salomatliklarini tiklashlari uchun moddiy yordam ko'rsatildi. Qumyoq mahalla fuqarolar yig'inida 4700 aholi bor, 1580 oila bor, 735 ta xonadon mavjud. 2024-yil 19 aprel kuni ijtimoiy xodim sifatida ish faoliyatini yuritib boshladim. Shu kungacha 112 ta nogironligimiz bor. Nogironligimizdan 9 nafar birinchi guruh nogironligi. Yil mobaynida 21 ta oilaning nogironligi bor shaxsning Saxovat ko'mak jamg'armasidan 36 million 700 ming so'm pul mablag'i ajratib ijtimoiylashuv ta'minlandi. Kambag'allik rejimimizda 57 ta xonadon mavjud. 57 ta xonadonda hozirgi kunda bolalar nafaqasi olib kelinmoqda va ijtimoiylashuv ta'minlanmoqda. Pomerti mahsulotlari 28 ta pomerti mahsulotlari ajratildi. Bitta yakka yolg'iz fuqaromizga nogironlik aravachasi olib berildi va yordamlashildi. Hozirgi kunda nogironligi bor shaxslarimizning 7 nafar nogironli shaxslarimiz ish bilan ta'minlandi. Hozirgi kunda faoliyat yuritib kelmoqda. Va nogironligi bor shaxsning bittasi istish parnik bilan ta'minlandi. Hozirgi kunda mahsulotlarni yetishtirib, bozorga chiqarib, sotib, daromad olib, foydalanib kelinmoqda. Mahalladagi 76 ta oila kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kiritilib, bolalar nafaqasi va moddiy yordamlar olib kelmoqda. Kambag'allik reyestriga kiritilgan 57 ta oila esa ijtimoiy xodim va hokim yordamchisi tomonidan individual yondashuv asosida ijtimoiy xizmat turlari bilan qamrab olingan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 2-apreldagi qaroriga muvofiq 198 ta oilaning iqtisodiy ta'minlanganlik darajasi puxta o'rganilib, kuz-qish mavsumi uchun bir martalik moddiy yordam ajratilishiga ko'maklashildi. 9 ta kam ta'minlangan oilalarning farzandlari imtiyozli ravishda maktabgacha ta'lim tashkilotlariga joylashtirilib, bu boradagi muammolari ijobiy hal qilindi. Tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayol-qizlarni ijtimoiy, ma'naviy qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilib, ulardan 4 nafariga himoya orderlari rasmiylashtirildi va ularga psixologik hamda huquqiy yordamlar ko'rsatish choralari ko'rildi. Vasiylik va homiylikka olingan bir nafar yetim bola hamda ota-onasi chet davlatlarida mehnat muhojirligida bo'lgan 3 nafar bolaning hayoti ta'lim tarbiyasi bo'yicha muntazam ravishda monitoring olib borilmoqda. Shu bilan birga mahalladagi ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bir nafar bolaga Inson ijtimoiy xizmatlar markazining Amudaryo tumani bo'limi tomonidan uy-joy bilan ta'minlanishiga yaqindan yordam berildi. Balamning kasalligi sababli ijtimoiy himoya markazi yordam pul berdi balam operatsiyasina. Rahmat, yordam ko'rsatdi meni. Mahallamizning ijtimoiy xodimida yordam ko'rsatdi. Hammaga yordam ko'rsatganlar uchun rahmat. Keyin balamni operatsiyadan keyin qo'ltiqtayoq operatsiyaga yordam berdi ijtimoiy himoya xodimi. Operatsiya uchun pul jag'idan yordam berdi. Mahalla xodimlarına katta rahmat barni. Qumyoq mahallasida aholiga kompleks ijtimoiy xizmat ko'rsatish yo'nalishida amalga oshirilayotgan bu kabi chora-tadbirlar ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamining jamiyatga faol integratsiyalashuvini ta'minlab, ularning hayot sifatini yaxshilash imkonini bermoqda.
Meni Sünnetbek balamızda operasiya qildirib, yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Allohga ming qatla shukr. Mana hamilarimizga rahmat, mahallamizga. Shu bolam meni yaxshi bo'lib ketdi. Ikkinchi operasiyasida yaxshi bo'ldi. Shu bolaning meniki yaxshi bo'lib kelganidan quvonib o'tiribman. Har kimning xonadonida den sog'lik bo'lg'ay. Har kim o'z uyida sog' o'tirg'ay. Rahmat bari. Mana mahallamizga, hamilarimizga. Xudoga shukr, meni keldi 20 kunda yaxshi bo'lib.